Assalomu alaykum, efirda kundalik ko'rsatuvi va biz aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirining ikkinchi bosqichi haqida gaplashamiz. Ayni kunlarda mahalliy tiligi xodimlari xonadonma-xonadon yurib ma'lumotlarni yig'ib bormoqda va ta'kidlashimiz kerak, savolnomalar planshet qurilmasi orqali real vaqt rejimida elektron tizimga kiritilmoqda. Bu jarayon bilan bog'liq agarda sizda savollar tug'iladigan bo'lsa, kundalik ko'rsatuvi orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi. Ayni savollarga javob berish uchun bugun studiyamizga Milliy statistika qo'mitasining bosh mutaxassisi Zulayho Xudoyorovani taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Zulayho opa, mana jarayonlar haqidagi lavhalarni va ma'lumotlarni ko'rsatuvimiz orqali taqdim etib bormoqdamiz. Bugun vaziyat qanday? 95% dan ortiq aholi ro'yxatdan o'tib bo'ldi dedik, lekin mana shu jarayonlarda fuqarolardan ma'lum bir shikoyatlar, tushunmovchiliklar kelib tushdimi? To'g'ri, albatta har bir tadbir, har bir jarayon o'z-o'zidan bo'lmaydi. Albatta tushunmovchiliklar yoki bir har xil e'tirozli vaziyatlar ham bo'ladi. Bu o'sha tadbir 15-yanvardan boshlangan bo'lsa, demak hozirgi kungacha Ko'l markaz 1851 qisqa raqam hali tingani yo'q. Demak, o'sha birinchi kundagidek o'sha savollar qanday yoqilgan bo'lsa, o'sha mahalla yettiligi ishga tushishdan boshlab ham hozirgi kunda ham demak bu savollar hali ham kelib turibdi. Bu ko'p holda aholini o'zidan ham savol keladi. Undan tashqari mahalla yettiligi xodimlari o'zidan ham savol tushadi. Chunki birinchi bosqichda, onlayn bosqichda faqat aholini o'zidan savollar kelib tushgan bo'lsa, ikkinchi bosqichda asosiy savollari demak mahalla xodimlari shu bilan birgalikda o'sha mahallada istiqomat qiluvchi aholidan ham baravariga savol kelib tushmoqda. Bunda asosiy masalan onlayn ro'yxatga o'tish paytida asosiy bir qiyinchilik demak One ID tizimidan ro'yxatdan o'tishdagi qiyinchiliklar yoki o'sha JSHR muammosi asosiy muammo bo'lgan bo'lsa, ikkinchi bosqichda demak mahalla yettiligi xodimlari uyma-uy yurgan paytda ko'p holda aholi tomonidan norozilik qo'ng'iroqlari bo'lmoqda. Bu masalan men o'zim hamda oila a'zom to'g'risida ma'lumot to'ldirib sertifikat olganman. Nimaga yana mahalla xodimlari meni uyimga kelish kerak deydi. Yoki bo'lmasa ayrim borki, ayrim fuqarolarimiz masalan mahalla xodimlarini yaxshi tanimaydi. Ular bilan masalan muloqotda bo'lmagan. Shunaqa xonadonlar ham bo'lishi mumkin. Bularda albatta norozilik bo'ladi. Ko'p holda masalan mahalla yettiligi xodimlariga ishonmaslik holatlari bo'ladi yoki bo'lmasa aholini aynan o'sha shaxsga doir ma'lumotlarini birovlarga berishni xohlamaydi. Undan tashqari mana xabaringiz borki, mana o'sha onlayn ro'yxatga o'tish jarayoni tugagandan keyin, ozgina vaqtdan keyin ijtimoiy tarmoqlarda har xil bir noto'g'ri bir ma'lumotlar sizib chiqqani haqidagi shov-shuvli nimalar gaplar tarqalgani ham bu ham aholini o'sha nimasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi-da. Albatta dasturimiz orqali bunga o'z munosabatimizni bildirdik. Lekin tan olishimiz kerak, mana mustaqillik yillarida ilk bor bu tadbir o'tkazilmoqda deb aytyapmiz. Tizimda kamchiliklar bo'lishi tabiiy. Mana shu kamchiliklar yuzasidan fuqarolarning ham takliflari bo'ldimi? Masalan, savolnomalar noto'g'ri tuzilganligi yoki bir anglashilmovchilik, tushunmovchilik holatlari haqida. Ko'p hollarda savollar aholi tomonidan berilayotgan savollar hamda takliflar savolnoma savollarini yaxshi tushunmasligidan kelib chiqadi hamda o'sha to'ldirishdagi tushunmovchiliklardan kelib chiqib, masalan bunaqa qilsanglar yaxshi bo'lar edi yoki JSHR qo'ysa avtomat tortib oladigan qilsanglar yaxshi bo'lar edi. Nimaga o'z-o'zidan kelib tushadigan qilmagansizlar? Biz ham shuncha vaqtimiz ketdi. Ular ko'proq ketgan vaqtiga achinishadi-da, ayrim hollarda shaxsga doir ma'lumotlar biz uchun muhimligi ortda qolib ketadi-da. Avtomat tortadigan qilsa bo'lmaydimi yoki One IDdan emas, shunda tizim o'ziga kirib to'ldirsa bo'lmaydimi degan savollar juda ko'p bo'ladi. Biz ularga qo'ldan kelguncha tushuntiramiz. Bu aynan sizni ma'lumotlaringizni xavfsizligini ta'minlash uchungina shunaqa bosqich qilingan, ikki tomonlama himoya bosqichi hisoblanadi. Bu deb ularga to'g'ri tushuntirishga harakat qilamiz. Albatta takliflar ham bo'lgan. Masalan, ba'zi bir masalan misol aytaman, tillarni belgilaganda, millat tillarini belgilagan paytda
ko'pchilik ba'zi bir boshqa millat vakillari tanlagan paytda masalan bitta shunaqa oson qilingan O'zbekiston Respublikasida ko'p uchraydigan millatlar bir nimada joylashtirilgan bo'lsa, kamroq uchraydigan millatlarda demak qo'shimcha bo'lim orqali to'ldirish kerak bo'ladi. Ko'pchilik o'sha bo'limga o'tib izlashi malol ko'rib, uni ham botga qo'shib qo'ysanglar bo'lmaydimi kabi har xil bir norozilik yoki ayrimlar taklif qilgan, ayrim fuqarolarimiz xursand bo'lib telefon ham qilishgan, minnatdorchilik bildirgan. Endi baribir bu tarixiy jarayon, tarixiy bir tadbir hisoblangani uchun bularni albatta hammasini o'z vaqtida javob berib, o'zimiz ham bilmagan ayrim aynan axborot texnologiyalari bilan bog'liq masalan uzilishlar, qotib qolishlari albatta tushuntirdik, so'rab tushuntirib, aholiga iloji boricha to'g'ri ma'lumot berib tushuntirishga harakat qildik. Rahmat. Mana bugungi kunda ikkinchi bosqich jarayonlari qanday kechyapti? Bizda bir lavha bor. Keling, mana shu lavhani teletomoshabinlar ixtiyoriga namoyish qilamiz. Marhamat. Ma'lumki, har bir mamlakatning haqiqiy qiyofasi xaritada emas, balki u yerda yashayotgan aholisi, odamlarning turmush tarzida aks etadi. Ko'chalarda, qishloqlarda, shaharlarda ishga, o'qishga shoshayotganlar, maktab, bog'chalarga ketayotganlar, oilasi uchun mehnat qilayotganlar, shu yurtda yashayotgan insonlar sabab mamlakat mavjud bo'ladi, rivojlanadi, taraqqiy etadi. Yurtboshimizning 2025-yil 19-sentyabrdagi 173-sonli farmoniga asosan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish boshlangan. Ko'kchoqtepa mahallamizda jami 1130 ta xonadon bo'lib, shulardan 1100 nafari o'zlari onlayn ro'yxatdan o'tishgan. Hozirgi kunda qolgan xonadonimizni mahalla yetiligi bilan birga sifatli ro'yxatga olish ishlarini olib bormoqdamiz. Olingan ma'lumotlardagi raqamlar esa qog'ozlarda emas, aksincha real hayotda o'z tasdig'ini topadi. Aholini uyma-uy ro'yxatdan o'tkazish jarayonida boquvchisini yo'qotgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oila farzandlarida ham ishsizligi aniqlangan oilalarni kambag'allikdan farovonlik dasturiga bog'lagan holda ish bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Aholini ro'yxatga olish bu davlat va fuqaro o'rtasidagi ochiq muloqotdir. Davlat tomonidan bu tadbirlarga mas'ul etib belgilangan mas'ullar fuqarolardan ehtiyojlari, masalalari, ularni qiynayotgan muammolari haqida so'raydilar. Fuqarolar esa o'z navbatida xohish va istaklariga qarab murojaatlarini bildiradilar. Shundan kelib chiqqan holda tizimga kiritilgan ma'lumotlar kerakli tartibda shakllantirilib, mazmun mohiyatiga qarab sohalar kesimida tahlil qilinadi va amaliy choralar ko'rishga kirishiladi. Mahallada bugun kelishdi, ro'yxatga olishdi. Shu bilan bilganman, o'zimning muammo bor edi. Mahalla raisiga yetdim. Savolimni eshitib, menga yordam berishdi, aytishdi. Men juda ham xursandman. Ro'yxatga olish ishlarini amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad bu nafaqat bugungi va ertangi kunimiz, balki kelajak avlodlarimiz uchun qilinishi muhim bo'lgan rejalarni amalga oshirishdan iboratdir. Mana lavhadan ko'rinib turibdiki, mahalla ertaligi vakillari bu jarayonda faol ishtirok etyapti. Bahonada o'zining mahallasidagi fuqarolarni yanada yaxshiroq tanib olyapti deyishimiz mumkin. Biz mana jarayonlar birinchi bosqichda ham, ikkinchi bosqichda ham chatbotga kelgan savollarni kuzatib turdik va sizdan kelayotgan savollarni ham inobatga oldik va eng ko'p kuzatilayotgan savollar menimcha 5-shakl bilan bog'liq bo'lsa kerak, chunki ko'pchilik holatda fuqarolardan murojaat bo'lyaptiki, 5-shakl savolnomasida yo'q tugmasini bosib bo'lmayapti. 5-shakl menda ochilib qoldi. Mana shuning asosiy sababini hozir qisqagina tushuntirib o'tsangiz. Nima sababdan hovli joylari yo'q bo'lgan taqdirda ham fuqarolarga o'sha shakl ochilib qoldi? Bu ko'pchilik o'sha savolnomani to'ldirish jarayonida bu qiyinchilik tug'dirdi. Albatta 5-shakl desa qishloq xo'jaligi deganni o'zi aholiga vahima soldi. Lekin aslida bu savolnoma ham to'ldirish juda ham oson. Buni masalan men hovlida tursam ham, meni qishloq xo'jaligi yerim bo'lmasa ham nimaga men yo'q tugmasini bosa olmayman. Menga yo'q tugmasi faol emas. Faqat ko'p qavatli uylarda, xonadonlarda yashovchilargina yo'q tugmasini bosa oladi. Demak, hovli joyda turadiganlar uchun bu yo'q tugmasi bosilmaydi. Bu ham bir mantiqiy nazoratning turi hisoblanadi. Demak, hovlida yashagan har bir fuqaroni demak kichkina bo'lsa ham qishloq xo'jaligi yeri mavjud hisoblanadi. Demak, butun respublika bo'yicha aholini qo'lidagi o'sha qishloq xo'jaligi yerlarini keltirib chiqarish uchun ham sonini
chiqarish uchun ham o'sha mavjud yerlar hech qayerda bir qolib ketmasligini ta'minlash uchun ham bu nazorat o'rnatildi. O'shaning uchun ham ko'pchilik aynan bu ko'p qavatli uyda xonadonda yashaydiganlar emas, aynan shaharda hovlilarda yashovchilar, qishloq xo'jaligi yeri yo'q, lekin hovlida yashovchilar uchun ko'p e'tirozlarga sabab bo'ldi. Bu ham endi savolnomani tushunmasligidan yoki bir o'sha sabab ham bo'ldi albatta, lekin aslida o'sha 5-shakl savolnomasi ham juda ham oldingi ko'rinishlarga qaraganda ancha sodda ko'rinishda edi. Bunda qishloq xo'jaligi yeri deganda, demak, albatta u yuridik shaxs bo'lib biror ekin ekib yo bog'dorchilik yo dehqonchilik bilan shug'ullanish shart emas. Uyidagi o'sha kichkinagina hovlidagi qilgan mehnati ham demak o'sha bir muhim ekanligi, hattoki demak o'sha yerdan foydalanmasa ham bor deb kiritish kerak bo'ladi va agar narsa ekmasa ham vaqtincha ekilmagan belgilab o'sha jami maydonini, qishloq xo'jaligi maydonini ko'rsatib, qolgan majburiy maydonlarga doim aytamiz, mavjud emas deb yozib belgilab to'ldirishi o'zi yetarli bo'ladi. Shu o'rinda bir savol bor ekan, aholidan kelgan savollar. 28-fevral hali kelmadi, lekin men 10 bosh qoramol sotib oldim. Bu ma'lumotlarni qanday qilib kiritsam bo'ladi? Rahmat savol uchun. Bunda agar e'tibor bergan bo'lsak, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda kritik moment degan bir tushuncha mavjud. Kritik moment demak bu 15-yanvar holatiga masalan nechta parranda bosh soni yoki qoramol yoki boshqa qo'y, echki bosh soni qancha bo'lsa, aholida o'sha son kiritiladi. Demak, o'sha sotib olgan qoramoli 15-yanvar holatiga hisoblanganda, demak, bu jarayonga qo'shilishi shart hisoblanmaydi. Agar bu 15-yanvargacha sotib olingan bo'lsa, demak, bu boshqatdan ro'yxatdan o'tib o'sha qoramol to'g'risida ma'lumotlarni kiritish talab etilar edi. Rahmat javobingiz uchun. Bizda yana bir lavha bor. Mana shu lavhadan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Ispaniya Yevropa Ittifoqida statistik tizimi eng barqaror va ishonchli davlatlardan biri hisoblanadi. Aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mamlakatda nafaqat demografik holatni aniqlash, balki hududiy rivojlanish, ijtimoiy siyosat va agrar islohotlarni rejalashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ispaniyada aholini ro'yxatga olish uzoq yillar davomida har 10 yilda bir marta an'anaviy usulda o'tkazib kelingan. Biroq 2021-yildan boshlab mamlakat klassik uyma-uy ro'yxatga olishdan voz kechib, ma'muriy registrlarga asoslangan zamonaviy modelga o'tdi. Asosiy manbalar munitsipal aholi reyestri, Padron munitsipal, soliq, ijtimoiy ta'minot va migratsiya bazalari, ta'lim va bandlik registrlari. Asosiy ko'rsatkichlarga ko'ra, Ispaniya aholisi 48 million kishiga yaqin. Aholining 80% ortig'i shaharlarda yashaydi. Xorijiy fuqarolar ulushi 11-12% tashkil etadi. O'rtacha yosh 44 yosh atrofida. Aholini ro'yxatga olish jarayonida uy xo'jaliklar tarkibi, bandlik va kasb tuzilmasi, migratsiya holati, uy-joy sharoitlari chuqur tahlil qilinadi. Bu usul davlat xarajatlarini kamaytirib, ma'lumotlarning aniqligini oshiradi. Ispaniya Yevropa Ittifoqidagi eng yirik qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilaridan biri. Agrar ro'yxatga olish har 10 yilda bir marta o'tkazilib, u yalpi ichki mahsulot talablariga to'liq moslashtirilgan. So'nggi qishloq xo'jaligi ro'yxati 2020-yilda o'tkazilgan. Unga ko'ra, qishloq xo'jaligi yalpi ichki mahsulotning 2,5-3% tashkil etadi. Agrar sohada 800 mingdan ortiq xo'jalik faoliyat yuritadi. Ispaniyada aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tizimi an'anaviy ro'yxatdan raqamli, tejamkor va uzluksiz statistik modelga muvaffaqiyatli o'tgan. Bu tajriba demografik qarish, migratsiya va agrar islohotlar sharoitida davlat boshqaruvi uchun ishonchli axborot manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Lavhadan ko'rishimiz mumkin, xorijiy davlatlarda mana shu tadbir, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri har 10 yilda bir marta o'tkazilar ekan. Aynan nima sababdan 10 yil? Shuni izohlab ketsangiz.
Rahmat. Bu o'sha aytib o'tamiz, xorijiy tavsiya bilan har 10 yilda bir aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish o'tkaziladi. Ayrim davlatlar 10 yil muddatni juda ham uzoq bilishadi. Demak, 5 yilda bir o'tkazishadi bu jarayonlarni. Demak, 10 yilda deganning maqsadi, bilamizki, demografik jarayonlar bir yil doim qotib turmaydi, u doim harakatda bo'ladi. Bu 10 yillikni tanlash asosiy sababi taqqoslanuvchi dunyo mamlakatlari bo'yicha ko'rsatishlar taqqoslanuvchanligini ta'minlash. Har bir 10 yillik davr uchun masalan ma'lum nima deydi, o'zgarishlarni baholashga yoki kelgusi bir 10 yilliklar yo 5 yilliklar uchun strategiyalarni tayyorlash uchun ma'lum muhim bir manba bo'lib hisoblanadi. Aynan jarayon 10 yillik hamda o'sha aytgandek ma'lumotlarni taqqoslanuvchanligi. Undan tashqari aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonining o'zi ham tayyorgarlik bosqichi 3 bosqichga bo'linadi. Tayyorgarlik, o'tkazish hamda qayta ishlash, ma'lumotlarni qayta ishlash bosqichiga bo'linadi. Bular ham uzoq jarayonni o'z ichiga oladi. Masalan, tayyorgarlik bosqichi ham o'zi 3 yildan 5 yilgacha bo'lishi mumkin. O'tkazish jarayonlari qisqa bo'ladi, lekin qayta ishlash jarayonlari masalan 2 yil, 3 yilni nima deydi, talab etishi mumkin bo'ladi. Demak, tayyorgarlik jarayonlarini o'zi ham katta bosqichni hisobga olib, demak, shu 10 yilda bir o'tkazish tavsiya etilgan, maqsadga muvofiq hisoblanadi. Rahmat javoblaringiz uchun, bugungi ishtirokingiz uchun ham katta rahmat aytamiz. Qadrli teletomoshabinlar, jarayon yakunlanishiga oz qoldi. Demak, aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda ishtirok etmagan yurtdoshimiz bo'lsa, agarda siz uni tanisangiz, faollikka chaqiring deymiz. Mamlakat taraqqiyoti uchun o'z hissangizni qo'shing. Yangi O'zbekistonda o'z o'rningizni belgilang.